Ajdanni 3 minutdan keyin pul qo'yishni boshlaydi. 2 minutgacha saqlasalaringiz biror joyga, klient aytsa saqlang deb, magazin, hozir biza svitochniga saqlaganmiz. Gul magazinga saqlagin dedi. Adres qo'yishkin deb klientga buyurib, yaxshi yomon bo'lish kerak emas. Aytgan joyga saqlab ajdani yoqish kerak, tamom. Paputi bo'lsa. Agar paputi bo'lmasa, klientga aytish kerak adres qo'yishsin, chunki sizlar yurgan kilometrlaringiz uchun pul to'lamaydi. O'sha ikkinchi adres uchun pul hammasi hisoblangan, foydasi yo'q uni. 2 minutga pul qo'yishmaydi, 3-minutdan keyin pul qo'yishni boshladi. Ammo qilsalaringiz chiqadi, saqlaganlaringizdan keyin mana buni joyiga zvonok turibdi-ku, play chab turadi. O'sha 2 marta bossalar, keyin ajdanni ketadi. Nachat поездка. Klient kelgandan keyin nachat поездкani bosaman, ketaveraman. Shu ajdanni esdan chiqmasin. Nalichniy zakazlarga ehtiyot bo'linglar. Hozir ko'pchilik kirib ketib, ikkinchi adresga chiqmayapti yoki spetsialniy shunaqa zakaz qiladi, chiqmaydi. Taksopark bo'yniga olmaydi buni. Majburiyati yo'q taksopark. O'zlaringiz ehtiyot bo'linglar. Pulni oldindan olasizlarmi? Yo klientni rasmga olasizlarmi, videoga olasizlarmi? Nomerini olasizlarmi? Endi bu ehtiyot chorasini ko'rish kerak, aldanmaslik uchun.